Hozirgi kunda ham hashamatli, ham hamyonbop hovli topish juda qiyin. Shunga qaramasdan mijozlarimiz uchun Sergeli tumani Yuqori Darxon mahallasida aynan shunaqasidan bitta topib qo'ydik. Hovlimiz 2-3 sotuv yer maydoniga qurilgan va qurilishda faqat sifatli mahsulotlardan foydalanilgan. Afzalli tomoni uyimizni oldida shunaqa keng joy qoldirilgan. Hovlimiz ham juda ham fayzli va aytganimdek hashamatli chiqqan. Uyimiz 3 qavat bo'lib, jami 350 kvadrat foydali maydonga ega. Kirishimiz bilan shunaqa keng hol kutib oladi. Kreslo divanlarni qo'yib, shinamgina joy qilib qo'ysa bo'ladi. Chap tarafimizda ayollarimiz uchun mebellarigacha tayyor qilingan oshxonamiz joylashgan. To'g'rida zamonaviy va yorug' mehmonxonamiz va yonginasida umumiy sanuzel va yosh kattalar uchun yotoqxonamiz joylashgan. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan chap tarafimizda ikkita kattagina yotoqxona, umumiy sanuzel va o'ng tarafimizda shunaqa katta hol va bolalar yotoqxonasi joylashgan. Podvalimizga kelsangiz splashnoy, xonalarga bo'linmagan, patoloklari ham balangina. Afzalli tomoni ko'chadan ham uy ichidan ham tushsa bo'ladi. Bu hovlini okalarimiz o'zlariga qurganda sifatli va mustahkam qilib qurishibdi. Qiziqqanlar bo'lsa, pastda uy egalari raqamlarini qoldiraman, to'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqib, narxlarini kelishib baraka qilsanglar bo'ladi. Lokatsiyasi Telegram kanalimizda.